Assalomu alaykum azizlar. Foydali, manfaatli videolar olishda davom etamiz. Akalar, bugun sotuvda Malibu 1. Ma'lumotlarni sirasi aytib o'taman. Akalar, mashinamiz yili 2012-yil. Birinchi pozitsiya. 4 ta yumshoq balonda, birorta detalida kraskasi yo'q, ya'ni toza mashina. Yurgan probeglari 35 ming deyapti. Voy, men buni salonlariga ahamiyat qiling, salonlarini ko'ring, juda ham toza, juda ham pokiza, hech qayerda qirilgan, shirilgan joylari yo'q. Hattoki ahamiyat qilishingiz mumkin o'zini zavodskoy poliglarida. Voy, juda ham go'zal. Xo'p, akalar, mashinamiz faqat benzinda harakatlangan. Metan yoki propan o'rnatilmagan. Ko'rib turibsizlar, yurgan probegi 35 ming kilometr. Xo'p, salonlariga e'tibor beramiz. Salonlari juda ham pokiza. Bagajini ko'rishlaring mumkin. Mashinamiz ideal sostoyaniyada. Narxini aytaman sirazi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, $13.500 deyishyapti. Telefon egalarini telefon nomerlarini opsiyaniyada qoldiraman. Xo'p, telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumot olishlaring mumkin. Albatta sunnatiga o't berishadi. Do'stlar, podpiska, like bosishni unutmaymiz. Sog' bo'lasizlar.